Assalomu YouTube kanalimiz obunachilari, bizani doimiy kuzatib boruvchi obunachilarimiz va mana shu chorva texnikalariga qiziqadigan mijozlarimiz uchun mana yangi granulyatorimiz 2026-yilgi oddiy 220 tokka ishlaydigan modelimiz yetib keldi. 160 modelimiz hisoblanadi bu. Oddiy rezitkada ishlaydi. Mana 4,5 kilovatlik mis motor bilan jihozlangan. Datchiklari bor, tokni ko'rsatadigan avtomatchatlarimiz bor. Mana bu reduktorli bo'ladi. Bularni bu avvalgi modelimizning yangilangan versiyasi hisoblanadi. Bu yangi yetib keldi bular. Mana 6-oyda chiqqan. Xitoydan birinchi qo'l optim narxlarda bizdan xarid qilishingiz mumkin. Bularni ozgina qisqacha tushuntirib o'tib ketaman-da, buni ishlash jarayonlarini qo'yib beraman keyin. Buni tushuntirib o'tadigan bo'lsak, bu matritsasi aylanadi buni. Ikkita matritsasi bor. Mana bunisi qo'shimcha matritsa, mana teshigini razmeri 6 va bu yerda 3,5 teshikli yana bitta bor ichida. Mana shu ikkita matritsa bo'ladi bularda. Bular 220 tok, ya'ni 200 dan baland tokingiz bo'lsa, uyingizda bemalol ishlatishingiz mumkin. Bular 3 ta rolikli bo'ladi, matritsasi aylanadi bular. Soatiga 100 kilodan 150 kilogacha donni qayta ishlab, yarim pishgan mahsulotga, ya'ni granulaga aylantirib beradi. Buni hozir sizlarga bitta ishlatib, obzor qilib berishdan avval mana mahsulotimiz bor, bitta ko'rsatib o'ramiz. Mana oddiy drabilkadan o'tgan shakar, ya'ni yorma holatdagi makkajo'xorimiz bor. Makkajo'xorimizni hozir o'tkazib ko'rsatamiz va o'tmagan yana makkajo'xorimiz bor. Mana buni ham o'tkazib ko'rsatib beramiz, qanday holatda o'tkazishini. Mana shuni donini o'zini ham mana buni ham ko'rsatib beramiz. Ikkalasini ham solib qanaqa holatda o'tkazishini sizlar bilan bitta sinab ko'ramiz va qancha mahsulot qancha minutda chiqishini ham bitta ko'ramiz. Bizani kuzatishda davom etinglar. Videomiz manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Bu mahsulotlarimiz, bu drabilkalarimiz O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish mutlaqo bepul. Manzaramiz Toshkent shaharda joylashgan. Narxlarimiz optim narxlarda. Dastavkalarimiz maksimal darajada 3 kunda yetib boradi. 1 kundan 3 kungacha bo'lgan masofada yetib boradi. Endi buni ishlash jarayonlarini kuzatib borsanglar, narxlari bilan ham tanishtirib o'taman. Bular mana shu hozir mana shunaqa yashikda bo'ladi. Yashikdan ochgan vaqtingiz mana shunaqa qopcha chiqadi ichidan. Bitta ko'rsataylik-da qopcha. Bu qopchadagi narsamiz mana apelka bilan moy aralashtirilgan, mana shunaqa narsa qum aralashtirilgan bo'ladi. Bu don mahsulotlarini chiqazishdan avval mana shu narsani bitta apkatga qo'riladi, teshiklari silliqlanish uchun ishlatiladi. Hozir buni ham qanaqa qilish kerakligini bitta ko'rsatib o'tib ketaman. Bizani kuzatishda davom etsanglar, bu narsalarni qanday ishlatish, buni qanaqa ishlatish kerak, hammasini aytib o'taman. Bu korobkasiga korobka moydan 7 litr korobka moy ketadi. Buni avval moy sovolinadi va keyinchalik toklarini bitta ko'rib chiqib, oddiy 220 rezkaga tiqib ishlatib. Tokimizni mana ulab oldik. Endi mana shu apkatkasini bitta o'tkazishlarga ko'rsatib beraman. Qo'shamiz. Bismillah. Qopimiz yirtilib ketdi, mana sovardik. Bu mana shu apkatka hisoblanadi, mana ko'ryapsizlar. O'sha qopchadagi narsa mana granula bo'lib chiqyapti. Qaynoq vobshe qo'lni kuydiradi. Mana shu narsani 1-2 marta qayta sovib olasiz, aylantirib. Xudo xolasa mana teshiklari silliq bo'lib, chiroyli bo'ladi. Apkatkamizni qo'yib oldik. Endi mana donimizni mana o'tganini bitta ko'rsatib beraman. Bismillah. Boshida shunday kam sovib, mo'ljalda olish kerak. Sekin qizigandan keyin chiroyli qilib chiqazaveradi. O'zi borgan sari chiqazish obyomi ham ko'payib boradi buni va silliqlanib, press ham yaxshi bo'lib boraveradi. Agar press yaxshi bo'lmasa, qattiqroq qisishga to'g'ri keladi.
Mana ko'ryapsizlar, mana solib qo'yganman. Mana 8% namlik bo'lishi kerak. Bunga hozir 10 kiloga 8 gram suv qo'shib oldik. Normada ishlay boshladi. Endi mana sekin solib qo'yamiz. Mana ko'ryapsizlar, mana idishni ko'rsatinglar buni. Mana solib qo'ydik. Mana chiqarishni ko'ryapsizlarmi? Mana 10 kilo mana nimamizni hozir ko'ramiz, mana qancha necha minut bo'lyapti solganimizga. Hozir qancha vaqtda chiqazib bo'lishini ko'ramiz mana. Buni chiqazgandan keyin 8% namligi borligi uchun buni yoyib qo'yiladi. Keyin qattiq holatga keladi bu qurigandan keyin. Baribir bu o'tganda qizib o'tadi, yana 4-5% namlik ketgan bilan yana 2-3% namlik qoladi bunda. Bu hozir qaynoq, mana qo'lni kuydiradigan darajada 60-70 gradus issiq bu hozir. Yoyib qo'yilgandan keyin bu qattiq holatga keladi. Xudo xolasa hozirlarga buni bitta ko'rsatamiz, hozir chiqib bo'lsin oxirigacha. Agar mahsulot unchalik suvi ko'proq bo'lib o'tib ketadigan bo'lsa, qaytadan solib o'tkazishingiz ham mumkin buni. Namligi ko'p bo'lib ketsa, mana bu yerga chiqqanda bilinadi. Qaytadan solib, yana bitta o'tkazsangiz chiroyli shaklda chiqazib beradi. Hozir bitta qaytadan solib, yana bitta ko'rsatib beraman uni. Bemalol jo'jalar yeydigan holatda, baliqlar yeydigan holatda chiqyapti hozir. Hozir qaytadan yana bir solib ko'rsataman buni. Roliklarni bir xil qotirib chiqish kerak, bir xil aylanish kerak. Keyin xalostoy xotda bo'shlay aylantirmaslik kerak buni, chunki roliklar temirga ishqalanib qizib ketadi qattiq. Mana qaytadan yana solib ko'rsangiz, yana chiqazadi buni, mana mahsulotni. Ko'ryapsizlar mana. Roligini yana ozroq qisib, agar tokingiz yaxshi bo'lsa, ko'proq qissangiz roligini bundan ham qattiqroq chiqazib beradi. Hozir endi bir oxirigacha chiqazaylik. Bitta hozir sizlarga ko'rsataman, buni yoyib qo'yamiz. Yoygandan keyin bir 15-20 minutdan keyin sizlarga buni donni yana bir ko'rsataman. Chunki hozir yoymagan vaqtingiz ozgina yumshoqroq bo'ladi, keyin qotadi bu. Qaynoq bu, hozir mana qo'lni kuydiradi. Qaynoq. Chiqazishni ko'ryapsizlar, ob'yom. O'sha aytgan, masalan, mana bu 100 kilo, 150 kilo degan narsa hozir maydasida chiqazyapmiz. Mana tugadi. Endi buni bitta fanerni ustiga to'kib yoyib qo'yamiz. Kattaroq faner kerak ekanda. Mana shunga yoyaylik. Qo'lni kuydiryapti. Qaynoq. Mana mahsulotimizni mana shunaqa quritib yoyib qo'yasizlar, chunki ozgina nam holati baribir o'zida saqlangan holatda bo'ladi. Bu chiqqandan keyin yoyib qo'ysangiz, keyin qoplarga solib qo'ysangiz bular umuman nami qolmagandan keyin qoplarga zapas qilib qo'yasiz. Bemalol qancha xohlasangiz shuncha saqlashingiz mumkin. Bularning narxlariga keladigan bo'lsak, bularning narxlari ham chiroyli narxlarda. Bularning narxlarini 6 million bilan dastavkasi ichida qilib beramiz. Bemalol mana shu ekrandagi raqamlarga murojaat qilaverasizlar kimga kerak bo'lsa. Hozir endi bitta mana bu
maka jo'xorini o'zini ham bitta ko'rsatib beraman o'tkazib. Donni mana shu holatda o'tkazadigan bo'lsak, qanday chiqazadi, buni ham bitta ko'rsatib beraman. Hozir buni suvini to'kib tashlaylik. Mana donimiz. Ozgina namlab olamiz. Ozgina namlik kerak baribir chiqazishda. Mana ko'rdinglar, ozgina namlab oldik. Endi ishlatamiz. Kam solib avval sirasi quyib yormaslik kerak. Kam solib ko'rish kerak. O'tkazib o'rgandan keyin sovorsak bo'ladi keyin. Agar namligi ko'p bo'lsa, o'sha gap qaytadan yana bir marta solsangiz, ancha namligi ketadi. Mana donimizni ko'ryapsizlar, mana buni ham maka jo'xorimizni ezib birdan granula qilib beryapti mana. Qaynoq bu ham. Qaynoq holatda chiqazyapti mana. Mana maka jo'xorimiz oxirigacha o'tkazib, hozir ko'rsatib beramiz. Chiqazish tezligi juda ajoyib. Oddiy 220 tok uchun mana normal holatda chiqazib beryapti. Mana ko'ryapsizlar. Granulamiz yaxshi chiroyli qilib beryapti. Bemalol bundan ham mayda matritsa qo'yib chiqarsangiz bo'ladi. İpimiz var ekan olib tashlaylik. O'zi tugay deb qoldi. Bitta ichini ko'rsatib o'raylik, mana tugayapti. Bu ham maydalaydi, ham pirislaydi. Bu tegirmonga o'xshab ham maydalab, ham pirislab chiqadi mana. Endi top-toza qilib o'tkazib oldi mana. Buni ham hozir bitta fanerni ustiga to'kaylik. Buni ham ko'rsatamiz. Hammani tog'oramizga solamiz. Kelinglar. Mana. Bu makka uyimizni istilgan mana donini to'g'ridan to'g'ri o'tkazdik. Bunisi yorma holatdagisi. Bunisi to'g'ridan to'g'ri o'zini o'tkazdik. Endi hozir bular qurigandan keyin yana bitta ko'rsatib beraman. Bularni sal yoyib qo'yib qurishini kutyapmiz. Ancha sovuq qopti. Mana shu ekrandagi raqamlarga murojaat qilaverasizlar. Har qanday granulyatorlarimiz mana yetarlicha bor. Buni 380 ga ishlaydigan turlari ham bor. Mana turibdi, ko'rsatishimiz mumkin. Mana shu korobkalarda 380 ga ishlaydiganlari ham bor. 37 kilovatgacha mana shunaqa granulyatorlarni bizlarga bog'lanib xarid qilishingiz mumkin. 380 ga ishlaydigan. Faqat 220 ga ishlaydiganlari 200 model bilan 160 modelimiz bor. 200 modelimiz mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi, remenda harakatlanadi. Buni ko'rmoqchi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, ichkarida videolar tomosha qilsangiz, buni ishlash jarayonlari bor. Buni narxlari bilan ishlash jarayonlarini qo'yib berganmiz. Kanalimizda tomosha qilib tanishishingiz mumkin. Kanalimizga like bosib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Keyingi efirda ko'rishguncha xayr deb qolaman.